Nima uchun aynan 14-yanvar sanasi O'zbekistonda Vatan himoyachilari kuni deya e'lon qilingan? Bu harbiy xizmatni o'tamagan yigitlarning ham bayramimi? Birgalikda tahlil qilamiz. Bu sana har bir o'zbekistonlik uchun faxr, iftixor tuyg'usini uyg'otadigan kun. 1992-yil 14-yanvar kuni O'zbekiston o'z qurolli kuchlarini tashkil etdi. Shu kundan e'tiboran 14-yanvar sanasida Vatan himoyachilarining mardligi va jasorati sharaflanadi. Ularni faqat yurtimiz mustaqilligini, balki xalqimiz tinchligi va osoyishtaligini ham ta'minlashmoqda. Hurmatli Vatan himoyachilari, sizga chuqur minnatdorlik bildiraman. 14-yanvar har birimizga vatanga sadoqatni eslatadigan kun. Vatan himoyasi faqat qurol ko'tarish bilan emas, bilim, mehnat va jasorat orqali amalga oshadi. Oilasini ta'minlash, jamiyatda mehr-oqibatni saqlash ham vatan himoyasini ifodalaydi. Bugun biz nafaqat armiyada xizmat qilgan va qilayotgan erkak va ayollarni, balki vatan taraqqiyoti, oilasi ravnaqi yo'lida mehnat qilayotgan barchani tabriklaymiz. Vatan himoyachilari kuni barchamiz uchun muborak bo'lsin.